Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bosniyada chaqirilgan 8-ci navbatlik Dunyo qurultiyida yuqori ovoz bilan qurultayning yangi muavin raisi bo'lib saylangan Zumrat Erkin Erkin Asiya Radyosu'nun muxbiri Mehmet Cuma Efendim bilen ötküzgen söhbeti jarayonida qilgan so'zida da'vo sepimizde Uyg'ur xonim qizlarimizning hech bir zaman chetga qilib boqmaganligini ta'kidladi. Sizinki Dünya Uygur Kurultayı'nın ikinci karar muavin prezidenti bulup saylanganlığınızı tebriklaymiz. Başta bir sual kalam kelyapti. Qarsak Uygurlarnınki chet eldeki bu faaliyetçilik işlerinde köpünç Allah'da çoğun yaştaki yoki o'rta yosh atrofidagi erlar jiq o'rinda tutib keldi. Ayollarnınki chiroyini anchaki ko'p ko'rgilmaydi endi. Lekin siz o'tganki bir necha yildan buyon bu da'voning sepida ko'rinib turyapsiz. Xalqaro sahnadagi qo'lga keltirgan natijalaringizni ko'rib turyapti bizning anglag'uchilarimiz, Uyg'ur jamoatimiz. Shu jarayonda nurg'un tajribalarni egallagan bo'lishingiz mumkin. Bu oson bir ish emasligini cho'qim his qildingiz. Shundoq turibmi siz nima uchun bu yo'lni yoki prezidentlikka bir o'zimni ko'rsatib qo'yay deb o'ylashdingiz? Aldı bilen köpten köp rahmet programı teklif kılmanız için. Elbette bu Uygur dava kılış asan iş emas. Bulup mu Uygur ayollar için, yaş hanım kızlar için. Ben bu dava kirgili sizgendek 5 yıl oldu. 5 yılın içinde nurgulluğun kıyınçılıklara duş geldim. Bulup mu yakın vakitlarda 8. kurultay bayanat berilgenden keyin hem mening muavin raislikka kandidat qilganligimdan tortib nurg'unluğa hujumlarga uchragan bo'ldim, to'rdan bo'lsin, boshqa yerlardan bo'lsin. Bu ayol kishi qiz o'g'lim uchun uchragan hujumlar bo'ldi. Endi nemishga desak, bu mening endi ümidim hergiz yosh xonim qizlarning xonim qiz bo'lgani uchun yo'llar to'silib kelishini hergiz xohlamayman va shunga yo'l ichib berish bo'lsinmi shunga tirishdim. Bu ham mening shu dunyoga va bizning Uyg'urlarga bildirganim bor. Yosh xonim qizlar bo'lib siyosatdan yoki boshqa maydonlardan chetga qilib qolganimiz yo'q. Xohlasak qilamiz. Albatta nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchrarsakmi buningdan Bununla boş dursak bulmaydı. Çünkü bizden bir avazımız var. Bu avaz mühim. Bulup mu hazır ki vaziyet, dünyanın vaziyeti de ayallarının oynayan rolü. Bizden Uygur'da bakarsak mı, yakın yıllarda şu aldık septi turgan aktivist faaliyetçiler olsun, siyasetçiler olsun, nurgun ayal cengivar ayallarımız var. Tünügün bu sahnede nurgunluğun teşkilat, Uygur teşkilatlarının reisleri çıktı. Bunun içinde nurgunluğun içinde ayallar aldı septi turup muşu canlı kılatıdı. Şuna mening ümitim endi bulup mu yaşlar karta ve hanım kızlar karta bizning mu aktif muşu siyasi aldı septiki siyasi rol oyna bir bizge mu bir o'rin berilganligini isbotlash. Reuters agentligining ilgari surishicha, Xitoydagi bir zavodning Rossiya uchun odamsiz uchqu ishlab chiqarayotganligi oshkorlangandan keyin Germaniya bosh ministri Olaf Scholz 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini asnosida Xi Jinping bilan ko'rishganda bu masalani o'tirib qo'ydiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Yevropa Ittifoqi Xitoyning Sharq Turkistonda Rossiya armiyasi uchun maxsus odamsiz uchqu ishlab chiqarayotganligiga oid aniq dalillarga erishganligini bildirgan edi. Reuters agentligi bu yil 9-oyda e'lon qilgan bir dokladida Rossiyaning davlat egiligidagi qurol-yarog' shirkati Almaz Anti qatorliq mol ta'minlagich shirkatlarining Shenzhenni baz qilgan Redli Post nomli Xitoy shirkati bilan Qashqar alayda iqtisod rayonida birlashim tadqiqot va ishlab chiqarish markazi qurganligini oshkorlagan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping Braziliyaning Rio-de-Janeiro shahrida Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan ko'rishganda Xitoy bilan Germaniyaning strategiyalik va uzun muddatli munosabatini taraq qildirishni xohlaydiganligini bildirgan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz oldin qitim, ya'ni bu yil 4-oyda Xi Jinping bilan Beijingda ko'rishganda Xitoyning Rossiyaga bo'lgan ta'sirini qo'llanib, Rossiyani Ukrainaga qaratgan urushni oxirlashtirishga undishini talab qilgan.
Germaniya hökumət tərəfdəkilərinin Fransiya axbarat agentligiga aytishicha, Scholz bilan Xi Jinping bu qatimliq uchrashishda Ukraina va O'rta Sharqdagi urushlar, Xitoy Germaniya munosabati va yer sharida adil savdo olib berishning shartlarini muzokara qiladi ekan. Xabarlarda 27 davlatdan tashkil topgan Yevropa ittifoqidagi ba'zi a'zo davlatlarning Xitoyning Rossiyaga harbiy yordam berishi zo'r darajada ortishiga qarta jiddiy xarakterlik tadbirlarni elishini talab qilganligi qayd qilinmoqda. Angliya BBC to'rining xabar qilishicha, 11 ayning 19 kuni Angliya bosh vaziri Keir Starmer Braziliyada o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping bilan ko'rishib, Xitoy bilan munosabatni yaxshilash va hamkorlashishni ilgari surish yo'lini izlagan. Keir Starmer 6 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xi Jinping bilan ko'rishgan tunji Angliya bosh vaziri bo'lib, uningdan burun Angliya bosh vaziri Theresa May 2018-yili Xi Jinping bilan ko'rishgan edi. Keir Starmer Xi Jinping qilgan so'zida ikki davlat orasidagi kuchli munosabatning har ikki taraf va xalqaro jamiyat uchun muhimligini aytgan. U mundaq degan: "Munosabatlarimizning biz o'zaro deyishgandek mustahkam bo'lishini umid qilamiz. Biz kutilmagan ahvollardan mumkin qadar saqlanishimiz va ikki davlat orasidagi suhbatni texim kuchaytirishimiz kerak." Angliyaning sobiq parlament a'zosi David Alton Angliya bosh vaziri Keir Starmerning Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoydagi inson haqlari dafsanchiligi va irqiy qirg'inchilikni kun tartibga ilib kelmasligini tanqid qilib, irqiy qirg'inchilik nada qoldi? Hukumat adolatni emas, pulni tanladi degan. Keir Starmer Angliyadagi asosli partiyalardan bo'lgan Konservativlar partiyasiga mansub bo'lib, u hokimiyatga chiqishdan burun saylamda yangsak, Angliya Xitoy munosabatiga qaytadan qarab chiqamiz. Shuningdek, Uyg'urlarga yurgizilayotgan ishlarning qirg'inchilik ekanligini e'lon qilamiz deb va'da bergan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysınız. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.